Boundary savollarini mana bu blankdan orqaga qarab ketib va nuqtadan boshlab o'qish tavsiya etiladi. Lekin hozir sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan trikimda, ya'ni oson yo'lda sal boshqacharoq qilib ishlaymiz. Va buni ko'pchilik bilmaydi va bu odatda 70% ishlaydi. Ya'ni 30% xato chiqish ehtimoli ham bor. Buni albatta e'tiborga olib qo'yish kerak. Qanday ishlanadi? Agar javoblarga e'tibor bersak, mana bu yerda nuqta bor, mana bunisi nuqta yo'q, mana bunisi nuqta yo'q, mana bunisi esa nuqta yo'q. Demak, bitta g'alatisini topishimiz kerak. Va ko'rinib turibdiki, javobimizda g'alati nuqta bor. Demak, shunisi javob bo'ladi. Buni isbotlashimiz ham mumkin. Okinawa doesn't make such decision single-handedly. Okinawa mana bu yerda subjektimiz, doesn't make bu yerda bo'lsa verbimiz bo'lyapti. Historical designations mana bu yerda subjektimiz, must be bu yerda verbimiz bo'lyapti. Demak, o'rtaga nuqta kerak bo'lgan, shunda javobimiz A.